Erimga faqat postel kerak, mehr e'tibor bermaydi. Umuman ko'p urushamiz, ko'nglim qolgan. Mana shunaqa solohmon, mollar ko'p ekan. Rosa ko'p ayollar bilan gaplashaman-da. Bitta tursuv ham olib bermaydi deydi. Hech qanaqa mehr yo'q deydi. Faqat deydi shu kut qichib qolgan payt keladi, yalaqlanadi, shu bilan dab bo'ladi. Na bitta ikki og'iz shirin so'z gapiradi, na bu shart-sharoit qilib beradi, na bolalarini eplab boqadi. Hech nima yo'q. Hayotga nisbatan bu qiziqishi, nimadirlarga erishish bu narsa yo'q deydi. Sholg'omda, turaveradi turgan joyida. Qiyin bunaqa odam bilan energichniy qaynayotgan, rivojlanishlarni xohlayotgan, oilam, bolam, chaqam, uyim, joyim deydigan erkak bilan bo'lish kerak. Endi buni siz o'zingizni o'zgartirishga harakat qilasiz-da.